Yana sen keldingmi, piyanista Alkash, chiq do'kondan. Do'konni sasib o'rganingni qara. Chiq do'kondan. Ketaman, 5000 bering, ketaman. Chiq. Yo'l bo'l, davay, sur. Yo'qol piyanista Isqirt Alkash, badaningni urib ortib ketgan arog'ing. Ha, nima bor, tinchlikmi? Xo'jayin bitta bo'mish kirib qopti. Borsan ishing qilaver. Ye? Hozir sanmi? Turishingni qara. Nima ahvol bu? Guldek hayoting mashinaga almashdingmi? Oynaga qara, qanaqa bo'mish bo'lib qolgansan. Bo'lmishman. Mana shu bo'lmish bo'lishimga sababchi sensan. Guldek farzandlarimdan ayirib, ota-onamni qabriga tiqqan ham sensan. Nafratlanaman sendan. Mani qanchadan qancha mol davlatimdan ayirgan ham sensan. Nima? Men aybdor emasman mol dunyoning yo'q bo'lishiga. O'zing aybdorsan. Halol yo'l turib, harom yo'lni tanlagan kim? Yana oilam deysan. Guldek oilangni barbod qilib, aysh-ishratga berilib, halol ayoling turib, haromga borib, zino qilgan kim? O'zingsan. Yana meni ayblaysan. Ota-onamni go'rga tiqdim deb, meni aybdor qilasan. Men senga taklif berganman xolos. Ota-onang chaqirgan paytida o'sha bir tiyinga qimmat do'stlaringning oldiga ketgan kim? Seni mol dunyoing uchun yuradigan insonlar bilan yurding. Ota-onangga vaqt ajratmagan kim? O'zingsan. Ota-onangni kuydirib tamom qilding. Hammasiga o'zing aybdorsan. Ey inson, endi meni ayblayapsanmi? Men seni nafsiyman. Sen menga qul bo'lding. Nafsingni qulisan.